Ha xotin. Yana uxlashga kiribsizmi? O'ting mollarga qarang. Xotin muncha qayerdan bilib uyga kirganimni? Endi bozor ketaman dedi. Sekingina uyga kiraman. Manga qarang dadasi. Men bozor ketaman. Men ketgandan keyin uyga kirib yotib olmang. Daraxtlar oqlang. Tushundingizmi gapimni? Endi kirib uxlayman. Eshikni ochdim dadasi. Telefon bo'lyaptimi? Dadasi yana uyga kiribsizmi? Yo'q, xotin, daraxtlar o'g'lashga ketaman. Kamera bo'lmi, nima bo'lo? Ha dadasi, men bozordan charchab keldim. Kirib yotmoqchiman. Yana izimdan ostiga kirib yotmang. O'tlar o'yring. Xotin kuchukday charchagan. Toshday uxlabdi. Endi sekingina kirib uxlayman. Ha dadasi? Ha, ichiga do'nak xotin, qayerdan bilibsan uyga kirishimni? Yo'q, kamera qo'yganmisan-a? Dadasi, eshigingiz g'ichirdi sizni. Xotin menga qara. Bozor bording, bozorgacha ham eshitdilim, ha? Dadasi, bozorcha ovozi bordi. Endi bu eshik bilan bo'lganim bo'lgan. Dadasi, meni qilib keldingiz. Xotinjon, bu Buxorodagi eng katta eshik romlar ishlab chiqaradigan zavod. Xotin, nima qilyapsan? Dadasi, hech g'ichirlamagan buningiz. Bu g'ichirlamaydi-da, sifatli bo'lgandan keyin. Dadasi, kam 2 million bobu. 2 million deysanmi? Bu zavod-ku 750 ming so'm. Yo'q, Ha, optimga agar gaplashsang, bundan ham arzon bo'lar ekan. Xotinjon, undan tashqari mana bularni qara. Gullariga qara. Bu eshikni bo'lki ichkariga kirib, baqirsang ham ovozing yo'qqa chiqmaydi. Men nima baqiraman? Xotinjon, men baqiraman. Bir ikki marta urasan, o'shanga ovozim chiqmasin deyman. Undan tashqari ana buni qara. Eng sifatli changni ham o'tkazmaykan. Ichkaridagi ovozlarni ham chiqarmaykan. Sovuqni ham, issig'ini ham o'tkazmaykan. Bir xil turaykan. Dadasi, arzoniga arzon ekan, skidga ham qilalarmi? Ha, xotinjon, shularni Instagram kanaliga obuna bo'lgan bo'lsang, yana arzon qilaykan. Dadasi, patrul turib keldingiz. Manzil yodingizda qoldimi o'zi? Oha, mana trikotaj aptekani orqasiga joylashgan. Tushunmasalar pastdagi nomerlarga qo'ng'iroq qilinglar. Akvalar dahshat ekan. Zo'r ekan.